Sizmi izchil ro'y jihatdan xo'rab, uxlashdan burun qalaymagan xiyollarni qilamsiz. Hamisha o'zingizning ancha yaxshi bo'lmagan kechirmishlaringizni eslab, barliq kayfiyatingizni ichingizga besib yetamsiz. Undaqda siz cho'qin bugungi qalb safarimizni qo'ldan berib qo'ymang. Bugungi yetaklishimiz sizning yoshirmayiningizdagi barliq salbiy kayfiyatingizni chiqarib etib, qalbingizdagi jarohatingizni davolab saqaytishingizga yordam beradi. Gipnozni his qilishdan ilgari ikki muhim diqqat qiladigan ish bor. Birinchisi, sizning ko'rguningiz qanday natija bo'lishidan qat'iy nazar, bu bir qatimliq qalb davolash hisoblanadi. Shunga bu videoni saqlab qo'yib, qayta mashq qilishingizni tavsiya qilaman. Ikkinchisi, gipnozni his qilish intayin bexatar, shunga siz menga to'liq ishonishingiz kerak. Avval yurak birib saqlab olib, ondan davomlashtiring. Bugungi qalb safarimizni rasmiy boshlab ketdik. Siz mashqni bir tinch, ozoda, daxlik uchirmaydigan muhitda elib bering. Ozoda badan holatingizda yotsingizmi yoki o'ltirsingizmi bo'ladi. Ko'zingizni asta yuming. Ko'zingizni yumgan mush vaqtingizda bir ozoda tuyg'u butun badaningizga taravotganligini his qilasiz. Xuddi yumshoq bir qo'l ko'zingizni yengil o'g'lab qo'yayotgandek, ko'zingizning org'inligi va besimi bargan sira yo'qolib ketayotganligini his qilyapsiz. Endi men bilan 3 qatim cho'nqur nafas oling. Har qatim cho'nqur nafas olganda sirtqi havodagi barliq ozuqliqlarni badanimga sumiryapman deb tasavvur qiling. Nafasni cho'nqur, ang tuyungan holatda sumirib, asta-asta badan sirtdan chiqarib etsangiz bo'ldi. Har qatimliq cho'nqur nafas sizni texim ozod holatga elib kirdi. Endi siz tasavvur kuchingizni joriy qildiring. Siz bir iliq, bexatar chig'ir yo'lda ketyapsiz. Chig'ir yo'lning ikki tarafini tafsiliy kuzating. Nimalarni ko'rdingiz? Chig'ir yo'lda har bir qadam mang'iningizda siz texim ozoda va texim yengil bo'lasiz. Quyosh nuri sizning badaningizga tushib, sizning badaningizni, put-qo'llaringizni ilitayotganligini his qilasiz. Chig'ir yo'lning yana bir beshida bir parcha dengiz sohili bor. Men 3 ga sanayman, siz sohilga yetib borsiz. Putingizning ostidagi yumshoq qumlarni his qilib baqsangiz bo'ladi. 1 2 3 Siz sohilga yetib bordingiz. Qumning yumshoqligini aniq his qila olasiz. Dengiz to'lqinining dengiz sohiliga urilgan ovozini anglay olasiz. Dengizning qirg'oq urilgan ovozi har qatim qulog'ingizga kirganda anglash sistemangiz va cho'g'mingizni yengil ulab, sizni texim ozod holatga kirgizdi. Siz qumliqda o'zingizni nihoyat erkin, hammayat ozoda his qilyapsiz. Men sizga endi bir vazifa topshiraman. Siz qum bilan bir odamning shaklini yasab chiqasiz. Bu odam sizning kayfiyatingizga eng chunqur ta'sir ko'rsatayotgan odam. Bu qum bilan yasab chiqqan odamning chiroyi qandoq? Uningda qandoq chiroy ifodasi bor? U sizga yana qandoq kayfiyat paydo qildi? U odam kim? Bu qumliqda hech kim sizga ta'sir qilmaydi. Men sizga ozroq vaqt beray. U odamga qarab, o'zingizning usuli bo'yicha qalbingizdagi barliq kayfiyatingizni chiqarib olsangiz bo'ldi. Bu jarayonda siz uning o'zgarishini ko'ra olasiz. U sizning qalbingizdagi o'zgarishni his qila oladi. Agar sizning yig'log'ingiz kelsa, o'zingizni qo'yib etib, yig'lab, o'zingizga bir qatimliq davolash fursati bersangiz bo'ladi. Siz barliq kayfiyatlaringizni qo'yib berib, ichingizdan bir xil ozod bo'lib qolganligini his qilyapsiz.
Endi men 3 sanayman. 3ni sanagan vaqtda siz eng azoda tuyg'ularingiz bilan reallikqa qaytib kelasiz. 1 2 3 Siz hozir butunlay reallikqa qaytib keldingiz. Ko'zingizni asta oching. Bu videoda saqlab olib, qayta anglab, qalbingizni davolashingizni tavsiya qilaman.